3 xona, 4 xona qilingan, 2-etaj, Yevro remont, hamma mebel texnikasi bilan Chilonzor 4-kvartal qani ketdik. Kirush prixoshkamiz bu yoqda bolajonlar yotoqxonasi joylashgan. Umumiy maydoni 68 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi albatta. Bu yoqda o'zini umumiy sanuzel qismi joylashgan. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Bonusiga mana bu ajoyib konditsioner qo'shib beriladi. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Uyimiz shundoqqina G'ofur G'ulom parkining yonida joylashgan. Mirzo Ulug'bek metroga 300 metr. 2 ga 4 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyiga joylashtirilgan. Uyimiz g'ishli domdan iborat, kelib ko'rsanglar juda ham yoqib qoladi. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan bu fayzli xonadonimizning narxi $109 ming. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun описаниеda telefon raqamim qoldirdim.